Bundan 10-15 yillar oldin aholi orasida aynan oshqozon ichak kasalliklaridan eng ko'p uchraydigani bu oshqozon yara kasalliklari va uni asorati sifatida qon ketishi bo'lgan. Lekin oxirgi 1-2 yil ichida eng ko'p kuzatilayotgan holat va shikoyatlar ustunligi bilan kelayotgan kasallik bu oshqozon devorlarini yupqalashishi, ya'ni subatrofik va atrofik gastroduodenitlar. Bugun videomizda aynan shu mavzularga, shu kasalliklarga alohida va to'liq to'xtalib o'tamiz. Hozirgi kunda aholimiz orasida juda kuchli og'riqlar bilan shikoyat qilib keladiganlar juda ko'p. Aynan gastroenterolog, terapevt vrachlariga yoki tez tibbiy yordam markazlariga murojaat qiladiganlar ko'p. Lekin ularda aynan bir xirurgik muammo topilmaydi. Ya'ni oshqozon yara kasalligini agressiv davri, xuruj davrlari, qon ketish davrlarini kuzatmaymiz. Ularda aynan terapevtik kasalliklar, gastroenterologik kasalliklar kechayotganini ko'rishimiz mumkin. Aynan shu holat bo'yicha o'tgan haftada menga bir ayol murojaat qilib keldilar. Ularda yillar davomida gastrit, og'riq, jig'ildon qaynashi, ich kelishi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelganligini anamnez davomida bilib oldik. Ular bizdan oldin ham vrachlarga murojaat qilishgan, dorilarni qabul qilganlar, ba'zan o'zboshimchalik bilan, ba'zan vrachlar tavsiyasi bilan nisbatan muammolar yechilganini, ya'ni o'zlarida shikoyatlar biroz kamayganini his qilganlar, lekin dorilar qabuli tugagandan keyin yana o'sha eski ahvolga qaytganini ta'kidlab o'tdilar. Bizga ular bir necha marta gastroskopiya, ya'ni zon tutganlarini, tekshiruv xulosasini ko'rsatdilar va u yerda biz opisaniyada ko'rdik, ya'ni yuzaki gastrit, gastroduodenit, reflux ezofagit, kataral gastrit kabi holatlarni ko'rdik. Lekin oxirgi marta 1 yil oldin zon tutgan ekanlar va u yerda yuqoridagi kabi o'rta og'irlikdagi kasalliklar aniqlangan. Lekin bemorning shikoyatlari juda qiynab yuborganini aytibdilar. Va endi 1 yil bo'lgan tekshiruvlarga biz ularni qaytadan gastroenterologik kompleks tekshiruvga oldik va u yerda gastroskopiya qilganimizda jiddiy muammo aniqlandi. Ya'ni subatrofik gastrit. Aynan bu kasallikda biz EGDFS qilganimiz, ya'ni gastroskopiya tekshiruv davomida biron agressiv holat kuzatilmaydi. Ya'ni oshqozonni bo'shlig'ida shu burmalar kamayib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Kislotalarni kam miqdorda ko'rishimiz va aynan shu tishliq devorni qon tomirlari juda ko'p miqdorda ko'rinib qolganini, yupqalashib ketganini ko'rishimiz mumkin. Va bu narsa xuddi oddiy gastritga o'xshab ko'rinadi. Agar malakali va ko'p yillik tajribaga, sifatli bilimga ega bo'lgan vrach gastroskopiya qilgan taqdirda bu atrofik va subatrofik gastritni bemalol farqlash mumkin. Va ularda ham shunga o'xshash muammo yuzaga kelgan, ya'ni aytib berganimdek, avvalgi gastroskopiyalarni tekshiruv xulosasida o'rta og'irlikdagi diagnozlar qo'yilib kelingan. Lekin bizda kelib tushganlarida yangi tekshiruvlar natijasida bir necha yillar davomida yuzaga keladigan subatrofik gastrit aniqlandi. Xo'p, gastritni ko'pchilik oddiy kasallik deb o'ylaydi. To'g'ri, bu bemorimiz uchun bu katta muammo, lekin hali hamon aholimiz buni oddiy muammo sifatida qarashda davom etmoqda. Aslida oshqozon shilliq qavatining yallig'lanishi bu bir necha bosqichda zararlanishga olib kelishi mumkin. Ya'ni ba'zan bu eroziya va yara kasalligi, yaradan qon ketishiga olib kelsa, ba'zan esa va sifatli davolanmagan taqdirlarda subatrofik va atrofik gastritlarga olib kelinishi ko'p marotaba isbotlangan. Subatrofik gastrit o'zi nima? Bunda qanday farqlashimiz mumkin? Bunda shilliq qavat yupqalashganini ko'rishimiz mumkin. Biroz yemirilishlar, aynan shu qon tomirlarini normadan ortiq kartinada ko'rinishi, oshqozon shirasini kamaygani va bemordagi kekirish, ovqatdan keyingi diskomfort, ya'ni ovqat turib qolish hislari, qorin sohasida ko'chib yuruvchi og'riqlar, ich kelishi bilan bog'liq muammolar, ishtahasizlik, shu kabi muammolarni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Atrofik gastrit bu nima? Atrofik gastrit bu haqiqiy yupqalashuv. Subatrofik bo'lsa, yupqalashish oldi kasalligi hisoblanadi. Agar subatrofik gastrit bosqichida shilliq devorni qo'llab-quvvatlovchi terapiyalar o'tkazilmasa, yetarli miqdorda, ya'ni 3-6 oygacha, 1 yilgacha biz preparatlar ta'sirida qo'yamiz, что mana shu oshqozon shilliq devori yaxshi
qo'llab-quvvatlanishi, o'sishi uchun yaxshi dori-darmonlar berib boramiz. Lekin mana shu dori-darmonlar bilan sifatli davolanmasa, bu undan keyingi og'ir bosqich atrofik gastritga aylanishi mumkin. Atrofik gastrit bu eng xavfli bosqich hisoblanadi. Shilliq qavat butunlay yemiriladi. Hazm to'laqonli buziladi va bunda sizga na ferment preparatlari, na ich keltiruvchi mahsulotlar, na oshqozoncha sistemasi motorikasini kuchaytirib beradigan preparatlar hech qaysi biri yordam bermaydi. Bu holat natijasida esa, ya'ni hazm buzilgandan keyin organizm uchun eng kerakli bo'lgan moddalar, vitamin, minerallar so'rilishi kamayadi va A vitaminozlar yuzaga keladi. Va bu holatda organizm o'zini o'zi yemirishni boshlaydi va har xil turdagi onkologik kasalliklarga ham duchor bo'lishi mumkin. Aholimiz eng ko'p qiladigan xatolar har safar og'riq qoldiruvchilar, ovqat hazm qiluvchi preparatlar, ayniqsa Krion, Festal, Mikrazim, pankreatin kabi fermentlardan foydalanish, gastroskopiya qilmaslik, ya'ni zon tutmasdan yillar davomida gastrit tashxisiga ishonib kelish, parhezni o'zboshimchalik bilan tanlash va to'xtatish. Bu holatda to'g'ri yondashuv hisoblanib, bu gastroenterologik kompleks tekshiruvlar hisoblanadi. Birinchi navbatda gastroenterolog konsultatsiyasi, qorin bo'shlig'i a'zolari OZIsi, gastroskopiya, ya'ni EGDFS tekshiruvi va qator qon analizlari. Bu biokimik ko'rsatkichlar, lipid spektri, Helicobacter pylori, umumiy qon axlat siydik tahlillari, vitaminlarni alohida e'tibor bilan tekshirish ahamiyatga ega bo'ladi. Va bu tekshiruv natijalari chiqqandan so'ng natijalarga asoslanib, aynan shu tekshiruvlar tashxislashga yetarlimi yoki yo'q, yokida ikkilamchi tekshiruvlarga ehtiyoj bormi, bu aniqlanadi. Agarda birlamchi tekshiruvlarning o'zida to'laqonli tashxislash imkoni bo'lsa, bu juda yaxshi va kasallikni davolash boshlanadi. Har bir bemorga individual yondashiladi va albatta bu kabi bemorlarimiz yillar davomida aynan shu har doim eshitib kelgan gastrit deb tashxislanib qo'ygan holatga ishonib qolganlar uchun ularda stress, depressiya omillarini kamaytirishimiz kerak. Bunga biz tinchlantiruvchi preparatlar asosida erishamiz. Subatrofik holatida, ya'ni subatrofik gastrit holatida davolash juda yaxshi samara beradi. Buni esa biz klinikamiz tajribasida ko'p bora kuzatganmiz. Men Komila G'ofurovna gastroenterolog shifokor sifatida o'z fikrimni bildiradigan bo'lsam, bu bosqichni o'tkazib yubormaslikni va vaqtida sifatli davolanishni tavsiya qilaman. Agar sizda ham yaqinlaringizda shunga o'xshash holatlar, ya'ni yillar davomida gastrit tashxisi bilan yurgan yaqinlaringiz bo'lsa, albatta tashxisni aniqlashtiring, sababini aniqlang. Shu kabi foydali mavzularda video ishlashda davom etishimiz uchun siz kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. O'z kasalligingizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'proq foydali ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz.